Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Urganch shahrimizda yangi qurilgan 1 qavatli 170 metr kvadrat hovli joyimiz sotiladi. Bahasi 430 million so'm. Mo'ljal 9-marshrut oxirgi bekati. Yangi oldi tomon ko'rinishi, kirish eshiklarimiz sifatli yaxshi eshiklardan qo'yilgan. Kirgan yerimiz katta dalon. Chap qo'limizda yana ummonliklar qo'yilgan, orqalari kafel. Her bir xonamizga isitgich registrlar qo'yilgan. Pastimizda yangi gilam qoladi. Her bir xonamizga zamonaviy sifatli eshiklar qo'yilgan. Bu xonamiz katta zol joy. Pastlarimiz taxtadan pol qilingan. Devorlarimizdan ham meri yaxshi mo'yishli ob'oylardan qo'yilgan. Bu xonamiz spalniy. Bu xonamiz ham yangi gilami qoladi. Chap qo'limizda kuxnya. So'q suv, svet, gazdan muammo yo'q. Bu xonamiz ham spalniy. Hujjatlarni aytib o'tsam 100% tayyor. Isitgich kotyolimiz yana to'g'rimizda joylashgan. Chap qo'limizda sanuzeli. To'g'rimizda orqa tomon bog'i. Paxsa bilan o'rab olingan, bog'lar ham katta. 170 metr kvadrat hovli joy bu. Hurmatli obunachilar, Ruslancha kanalida bu telefon nomerlarimiz ekranlarda yozilgan. 90lik 558 60 60 93 740 60 00 bemalol telefon qilaveringlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' omon bo'linglar.